44 yoshingizda pasport yo'q, propiska yo'q va siz O'zbekistonda yashab yuribsiz. Yuribman, Va importniy sizga bomb. o'xshagan odamlar ko'p. Importniy bomb. Hozir nima jinoyatni sodir etgansiz? O'zim xodimlarga xabar berdim, shu ko'chada sovuq, azimcha dam olaman deb, desa, men mehr uyiga olib borayman deb. Uy panelni. Panelni mehr uyi deyiladi. Ushman ovqat beradi o'tda, normalno. Любой даже вот podyezdga kirsam, даже spirishga pasport so'raydi. Men pasportim yo'q. Nima uchun pasportingiz yo'q? Yo'q, menga domovskiman. Hujjat olishni xohlayman deb Adliya vazirligiga murojaat qilganmisiz yoki Ichki ishlar vazirligiga? Yo'q, o'lganim yaxshi. Yashagan xohlamayman. Mana yashashni xohlamayman deb panelniga ketyapsiz muloqotga. Вот nabarot panelnikaga 3 marta ovqat berib, siz shunaqa uyda yashamaysiz, qanaqa ovqat beryapti o'tda. Guruch ovqat, yog'li ovqat, obedga go'yt normalno, shuriyat normalno. Bu yaxshi emas, o'zingiz ishlashingiz kerak, pul topishingiz kerak, yaxshi uylarda yashab, yaxshi joylarda ishlab, O'zbekistonga foydangiz tegishi kerak. Oy, sizga omad bersin qizim. Menimcha hozir 15 sutkaga olib kirishsa ham soch soqol olib tekstlab qo'ysa kerak. Yo'q, men o'tga hozir boraman, odam bo'lib qolaman. Keyin kirishib 5 kun, 10 kun yana siqirt bo'lib, yana kagasi bo'lib qolaman. Mayli, sizni sudga chaqirishim.